Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz siz bilan oxirgi raqam degan mavzuni tahlilini ko'rib chiqamiz. Biz bilamizki, siz qanaqadir matematik misol ishlaganingizda pastda, ya'ni 127 ning 127-darajasini oxirgi raqamini toping deyilgan bo'lishi mumkin. Yoki qanaqadir pastda qanaqadir 10 minglik son, yuqorida qanaqadir minglik sonlarni qanaqadir oxirgi raqamni toping degan shart berilgan bo'lishi mumkin. Ana endi bu video darsda siz quyidagicha oson usul va mukammal usulni o'rganib olasiz. Qarang, demak, mavzuga oid dastlabki tushunchalarni bilib olamiz. Qarang, bizga quyidagicha misol berilgan bo'lsin. Masalan, xo'p, 84578 dan ayirishimiz kerak. Ana endi, xo'p, 57643 sonini bo'lsin. Ana endi qarang. Mana bu sonlarni oxirgi raqamini toping degan shart berilishi mumkin. Buning ham qarang, oson usuli bor. Ya'ni siz buning uchun mana bu 84578 dan 57643 sonni ayirishing shart emas. Ya'ni siz faqatgina mana bu yerdagi oxirgi raqamlarini ayirib qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni qarang, xo'p, ayirib qo'yamiz. Demak, 8 dan 3 ni ayirganimizda 5 ga teng, bosh qismi esa bizga qiziq emas. Chunki masala shartida oxirgi raqam toping deyilgan edi. Ana endi qarang. Yig'indida ham xuddi shunday. Masalan, xo'p, hozir qarang, mana bu yerda agar yig'indi keladigan bo'lsa, ya'ni pil ishorasi keladigan bo'lsa, siz shunchaki oxirgi raqamlarni qo'shib qo'ying. Bo'l, boshqa shart emas. Ya'ni 8 ga 3 ni qo'shganimizda 11 ga teng bo'ladi. 11 ni ham oxirgi raqami bizga 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni faqatgina oxirgi raqam topish. Ya'ni buni oson usuli quyidagicha bo'ldi. Ana endi qarang, demak ko'paytmaga doir misol bo'lsin. Masalan, xo'p, ana endi qarang, to'xtang, mana shu sonlarni o'zini ko'paytmaga qo'yib ishlab ko'ramiz. Demak, 84578 ko'paytirilgan 57643 soni bo'lsin. Ana endi aytadi, mana shu ko'paytmani oxirgi raqamini toping deydi. Ana endi buni biz mana bu sonlarni ham ko'paytirib yozishimiz shart emas. Shunchaki oxirgi raqamlarni ko'paytirib, oxirgi raqamni yozib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni 8 ni ko'paytiraman 3 ga, bu bizga 24 sonini beradi. 24 ning ham oxirgi raqami 4 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu sonni hozir qanaqadir kalkulyator yo'li bilan ko'paytirib chiqqan taqdirimda ham bizga oxirgi raqamni 4 ni beradi. Demak, yig'indida ham, ayirmada ham xuddi shu oxirgi raqamni qo'shasiz yoki ayirib qo'yib topasiz. Ko'paytmada ham, bo'linmada ham xuddi shunday. Ya'ni bo'linmada ham xuddi, ya'ni ko'paytmada shunchaki ko'paytirib qo'yib oxirgi raqamni topib ketasiz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demak, quyidagi raqamlarimiz bor. Ana endi mana shu raqamlardan foydalanib topib ketaman. Demak, qarang. Bizga qanaqadir son berilgan bo'lsin. Masalan, 110 ning 1345-darajasi kelsin, masalan. Bizda quyidagicha qoida bor. Ya'ni, mana bu oxirgi sonimiz 5 ga teng. 0 bilan tugagan har qanday sonning har qanday darajasi oxirgi raqami har doim 0 bilan tugaydi. Ya'ni qizig'i yo'q. Bizga mana bu yerda xo'p, 10 xonali son bo'lsin, yo 100 xonali son bo'lsin, farqi yo'q. Har qanday darajasi. Ya'ni buning uchun, ya'ni nimadir raqamlar kelsin va 0 kelsin va qanaqa darajada n raqami kelsa, n soni kelsa, qizig'i yo'q. Bu sonimiz har doim 0 bilan tugaydi. Demak, 0 ni tushundik. Ana endi 1 ni tushunib olamiz. Demak, biz bilamizki, 1 ning har qanday darajasi faqatgina o'sha, ya'ni 1 ning o'ziga teng bo'ladi. Shuning uchun 1 ning ham bizga masalan 127-si kelsa ham bu 1 ga teng bo'ladi. 1 ga teng bo'ladi. Ana endi 1 ning 546-si kelsa ham 546-si kelgan taqdirda ham baribir 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni ana endi tasavvur qiling, ana endi bizga masalan 121 soni kelsin. Ana endi 121 ning masalan 121-si. Bizga har doim mana bu 3 xonali son keladimi, 2 xonali son keladimi, bizga har doim oxirgi raqami muhim. Ya'ni
oxirgi raqamini har doim darajasini topamiz. Ya'ni oxirgi raqamimiz 1 bo'lganligi uchun 1 ning 121-si yana 1 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu 221 ni 221-si hisoblagan taqdirimda ham har doim oxirgi raqami 1 ga teng bo'ladi. Qizig'i yo'q. Agar bizning 1 ning boshida 4 xonali son kelsin yo 3 xonali yo 1000 xonali son kelsa ham har doim bu raqamimiz 1 bilan tugaydi. Ana endi qarang. Demak, 1 bilan 0 ni tushunib oldik. Ana endi xo'p, keyingisi ya'ni 2 ga o'ta olamiz. Maskanni xo'p tozalab olsak. Ana endi xo'p 2 ga o'tamiz. Masalan, qarang. 2 ning 45-darajasi kelsin. Ana endi buni hisob-kitob qilish uchun quyidagicha yo'llari bor. Masalan, buni qarang. O'z takrorlanish davri mavjud. Mana shu hozir sizga o'sha takrorlanish davrini topib chiqamiz. Demak, qarang. 2 ning birinchisini topaman. Bu 2 ga teng bo'ladi. 2 ning kvadrati, ya'ni ikkinchisi 4 ga, 2 ning 3-darajasi 8, 2 ning 4-darajasi 16, 2 ning 5-darajasi esa 32 ga teng bo'ladi. Ya'ni qarang, ana endi biz bildikki, qarang, mana 2 ning 6-sini topib ko'ramiz. 2 ning 6-si 32 ko'paygan 2, ya'ni 64 ga teng bo'ladi. Qarang, 2, 4, 8, 6, ya'ni oxirgi raqamga qarang. 2, 4 takrorlanib qolyapti. Demak, keyingisini topganimda nimadir 8 raqami bilan tugaydi. Keyingisini topganimda nechidir 6 raqami bilan tugaydi. Ya'ni har safar 4 martada, ya'ni 4 tada mana buni 2 ning darajalari takrorlanyapti. Shuning uchun qarang, mana bu yerdagi ana endi 2 ning 45-sini so'ralyapti bizga. Ana shu 2 ning 45-sini ham darajasi 4 tada takrorlanganligi uchun mana bu darajani 4 ga bo'lib olaman. Demak, ana endi demak 45 ni 4 ga bo'lib olsak, xo'p, demak 45 ni bo'lganimizda 4 ga bittadan demak 1, 4, 5 ga teng. Demak 5 ichida yana bittadan 4, qoldimiz 1 ga teng bo'ladi. Ana endi har doim qarang. Biz mana buni, ya'ni 4 ni qarang, 2 ni 4-si, 2 ni 8-si, 2 ni 16-si va hokazo. Ya'ni har 4-darajada raqamlar takrorlanib kelaveryapti. Shuning uchun mana bu yerdagi sonni har doim 4 ga bo'lib oldim. 4 ga bo'lganda qoldig'inchi darajaga ko'taraman har doim. Qarang. Demak, mana bu yer 45 ni 4 ga bo'lganda qoldimiz 1 ga teng bo'ldi. Demak, keyingi safar desak 2 ning birinchisi 2 ga teng bo'ldi. Ana endi siz quyidagi savol berishingiz mumkin. Agar mana bu yerda qolmasa-chi deyishingiz mumkin. Masalan, qarang. 2 ni xo'p 84-si kelsin. Ana endi biz bilamizki, har doim qoldiqni, ya'ni darajadagi sonni 4 ga bo'lib oldik, chunki mana bu 2 4 ta takrorlanganligi uchun. Ana endi 84 ni 4 ga bo'lganimizda qoldiq qolmaydi. Agar bunday hollarda biz har doim, ya'ni qaysi songa bo'ldik? 4 ga bo'lganimiz uchun 2 ning 4-sini topa olamiz. Bu 2 ning 4-si bizga 16 ni beradi va mana bu 2 ning 84-sini hisoblaganimizda har doim mana bu yerdagi oxirgi raqami 6 bilan tugaydi. Ana endi qarang, demak 2 ni ham tushunib oldik. Demak 3 raqamiga o'tamiz endi. Xo'p, qarang. Masalan, 3 ning 124-si kelsin. Ana endi qarang. Bunda ham 2 bilan 1 xil. Ya'ni 3 raqamining darajalari oxirgi raqami nechta takrorlanishini topib olamiz. Demak, 3 ning birinchisi 3 ga teng, 3 ning ikkinchisi 9, 3 ning 3-si 27, 3 ning 4-si 81, 3 ning 5-si qizig'i yo'q. Qarang, men 81 ni oxirgi raqamni 3 ga ko'paytiraman. Demak, 3 ga ko'paytirganimda oxirgi raqami, ya'ni 3 ni 1 ga ko'paytmasi 3 bo'ladi-da, oxirgi raqam 3 bilan tugaydi. Ana endi qarang. Bu ham xuddi shunday. Ya'ni 3 raqami ham oxirgi marta, ya'ni 3 ning kelishi, keyingi safar kelishi 4 ta takrorlanyapti. Ana endi buning darajasini tushunib, shuning uchun buni darajasini 4 ga bo'lib olamiz. Demak, 124 ni 4 ga bo'lganimizda, ya'ni butun son chiqadi va qoldig'imiz chiqmaydi. Shuning uchun agar qoldiq chiqmasa, boya biz aytdik, 4-darajaning o'ziga ko'tarib olamiz. 4-darajasi bu hisob-kitob qildik 81 ga teng. Demak, 3 ni 124-sini ham hisob-kitob qilganimizda oxirgi raqamimiz 81 ning oxirgi raqami teng ekan. Ya'ni 1 ga teng bo'lar ekan. Ana endi masalan qarang.
300 mesela 243 ning 243-si yoki qanaqadir boshqa darajasi kelsa ham har doim bir xil. Ya'ni har doim oxirgi raqamiga e'tibor beramiz. Ya'ni oxirgi raqamini nechta takrorlanishini topamiz va darajani o'sha songa bo'lib olamiz. Ya'ni darajamizni bildikki, ya'ni 3 ning darajasi 4 ta takrorlangani uchun 243 sonini 4 ga bo'lib olganimda 3 qoldi qoladi va mana bu 243 ni 243-sini topganimda ham 3 ning 3-darajasini oxirgi raqamiga teng bo'lar ekan. Ya'ni demak 3 ning 3-si xo'p 27 ga teng. Hozir mana bu yerda 243 sonini 243-darajasi ham oxirgi raqami 27 ning oxirgi raqami teng ekan. Ya'ni 7 ga teng bo'ladi. Har doim ya'ni qanaqadir bizga minglar xonasi son kelsin yo 10 minglar son kelsin, oxirgi raqam 3 bilan tugasa, har doim darajasini takrorlanganlar soniga, ya'ni 4 taga bo'lib olamiz. Qolsa 3 ni o'sha qoldiqchi darajaga ko'taramiz va mana bu yerdagi umumiy sonimizning o'zi ham 3 ning 3-si oxirgi raqam 7 bo'lgani uchun bu ham 7 ga teng bo'ladi. Demak, 4 ning masalan 4 ni 20-darajasi kelsin. Demak, qarang, bunda ham xuddi shunday. 4 ni yana nechtada takrorlanishini topib olamiz. Demak, yana boshlaymiz. 4 ning birinchisi 4 ga teng, 4 ning ikkinchisi 16, 4 ning 3-si 64 ga teng. Qarang, ana endi mana bu yerdagi oxirgi raqamlari ikkita takrorlandimi? Ya'ni mana bu yerda keyingi safar 4 ning kelishi ikkitada takrorlanyapti. Ikkitada. Shuning uchun mana bu yerdagi 4 ning mana bu yerdagi darajasini ham 2 ga bo'lib olamiz. Demak, 20 ni 2 ga bo'lganimizda qoldiq qolmaydi. Biz aytdik, agar qoldiq qolmasa, necha marta takrorlansa, o'sha darajaga ko'tarib qo'yamiz. Ya'ni 4 ning 2-darajasi. Bu 16 ga teng bo'ladi. Hozir 4 ning 20-sini ham hisoblaganimizda, demak, bizga bu 6 raqami bilan tugaydi. Ya'ni qarang, ana endi keyingi boshqacha misollarimiz kelsin. Masalan, 1024 soni. 1024 ni 4200 xo'p 15 raqami kelsin. Ana endi demak, 1024 sonini 4215-darajasini oxirgi raqamini toping deb kelgan bo'lsin. Qarang, buni hisob-kitob qilib olamiz. Bizga har doim mana bu asosdagi oxirgi raqamini darajasini topib qo'yamiz. Ya'ni 4 ning 425-darajasining oxirgi raqamini topamiz. Demak, biz bildikki, 4 raqamimiz darajalari har doim ikkita takrorlanar ekan. Shuning uchun mana bu yerdagi 4251 xo'p 15 sonni ham 2 ga bo'lib olaman. Demak, 4215 sonini 2 ga bo'lganimizda qoldig'imiz 1 ga teng bo'ladi. Bundan demak, har doim aytgandek, qoldiq qolsa, mana bu yerdagi oxirgi raqamni qoldig'inchi darajasini hisoblab qo'yaman. Demak, bu esa 4 ning birinchisi. Ya'ni bir qoldiq qolganligi uchun 4215 2 ga bo'lganimiz bir qoldiq qolganligi uchun 4 ning birinchisi esa 4 ga teng bo'ladi. Demak, 1024 sonini 4215-darajasini ham hisob-kitob qilganimizda oxirgi raqamimiz 4 ga teng bo'ladi. Ana endi demak 4 ham tushunarli bo'ldi. Ana endi 5 raqamiga o'tamiz. Bizda qarang, 5 ning biz bilamizki, 5 ning kvadrati 25, 5 ning 3-si 125. 5 ning har qanday darajasi oxirgi raqami 5 bilan tugaydi. Masalan, qarang, bizda ana endi agar 1725 ni 5446-darajada hisoblaganda ham har doim bizda oxirgi raqam 5 ga teng bo'lyaptimi? Buning oxirgi raqamini hisoblaganimizda har doim 5 raqami bilan tugaydi. Ya'ni har qanday darajasi, ya'ni 5 bilan tugagan sonning har qanday darajasi 5 raqami bilan tugaydi. 6niki ham xuddi shunday. Ya'ni qandaydir sonning oxirgi raqami 6 bilan tugasin va uning har qanday darajasi kelsa, masalan 1870 darajasi kelgan taqdirda ham har doim buning oxirgi raqami 6 bilan tugaydi. Chunki bo'lmas, qarang, ya'ni buni 5 ni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 5 ning birinchisi 5 ga teng, 5 ning ikkinchisi 25 ga teng, 5 ning 3-si 125 ga teng bo'ladi. Ya'ni 5 ning har qanday darajasi 5 bilan tugaveradi. 6niki ham xuddi shunday. 6 ning birinchisi 6 ga teng, 6 ning ikkinchisi
36 ga teng. 6 ning 3-si 216 ga teng bo'ladi. Ya'ni buning ham har qanday darajasi 6 bilan tugaydi. 5 ning ham har qanday darajasi 5 bilan tugaydi. Ana endi demak 5 bilan 6 ham tushunib oldik. Quyidagicha misol kelishi mumkin. Masalan, 7 ning kichikroq darajasi, masalan 18-darajasi kelsin. Buning ham hisob-kitobi ya'ni oldingilari bilan bir xil. Ya'ni 7 ning ham darajasi nechta takrorlanishini topib olamiz. Ya'ni 7 ning birinchisi 7 ga teng, 7 ning ikkinchisi 49, 7 ning uchinchisi. Ana endi mana bu 7 ning uchinchisi 49 ni 7 ga ko'paytirgan bilan bir xil. Buning ham oxirgi raqami, ya'ni 7 ni 9 ga ko'paytirsak 63 va oxirgi raqam 3 bilan tugaydi. Ana endi 7 ning 4-chi. Ana endi mana bu oxirgi raqamni 7 ga ko'paytirgan bilan bir xil. 7 ga ko'paytirsam, shuni 3 kara 7 imiz 21, bu esa 21, ya'ni 1 bilan tugaydi. 7 ning 5-chi. Ana endi mana bu yerdagi sonni 7 ga ko'paytira olamiz. Demak, bu nimadir 7 bilan. Demak, qarang, 7 niki ham oxirgi raqami 4 tada takrorlanar ekan. Ya'ni keyingi safar 7 ning kelishi 4 tadan keyin bo'ldi. Ana endi buning ham oxirgi raqami, ya'ni darajalar 4 ta takrorlanganligi uchun, ya'ni buning ham darajadagi sonni 4 ga bo'lib olamiz. Demak, 18 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, xo'p, 18 ni 4 ga bo'lsak, qoldig'imiz demak 4 tadan 16, 2. Demak, qoldig'imiz 2 ga teng bo'ldi. Ana endi biz boya aytgandikki, agar sonni necha marta takrorlanganligi bo'lganimiz qoldiq qolsa, asosdagi sonni o'sha qoldiruvchi darajaga ko'taramiz deb. Demak, bu sonimiz 7 ning kvadrati 49 ga teng bo'ladi. Shuning uchun qarang. Demak, 7 ni 18-sini hisob-kitob qilganimizda, buning oxirgi raqami 7 ning kvadratining oxirgi raqamiga teng bo'lar ekan. Ya'ni 9 bilan tugar ekan. Ana endi bizda masalan qarang, quyidagi son kelsin. 117 ni xo'p, masalan 255-darajasi kelsin. Bu ham xuddi shunday. Bizda qanaqa son kelishidan qat'iy nazar har doim oxirgi raqami bizga qiziq bo'ladi. Ya'ni oxirgi raqamini mana bu darajadagi sonda necha bo'lishini topib qo'yamiz. Ya'ni biz hozir hisob-kitob qildik. Ya'ni 7 ni darajalar 4 ta takrorlanganligi uchun mana bu yerdagi darajadagi sonni 4 ga bo'lib olamiz. Xo'p, demak 255 ni xo'p 4 ga bo'lib olamiz. 4 ga necha qolishini tekshiramiz. Demak 255 ni bo'lamiz 4 ga. 4 ga bo'lganimizda 25 ni ichida 6 tadan 24, 15, 3 tadan demak 2 qoldi qolar ekan. Ya'ni 255 ni 4 ga bo'lganimizda 2 qoldi qolar ekan. Demak, buni ham shuning uchun mana bu yerdagi 7 ni ikkinchisini topib qo'yaman. Demak, 7 ning ikkinchisi 49 ga teng. Demak, mana bu yerda 117 sonini 255-sini oxirgi raqamini topganimda, buning ham oxirgi raqami 7 ning kvadratiga oxirgi raqamiga teng bo'lar ekan. Ya'ni 9 ga teng bo'ladi. Demak, 7 ni ham tushunib oldik. 7 ni qarang, har qanday son kelganda oxirgi raqam agar 7 bilan tugasa, har doim biz 7 ning o'sha darajadagi oxirgi raqamini topib qo'yamiz. 8. Bizga quyidagicha misol kelsin. Masalan, 8 ning 64-darajasi kelsin. Bu ham qolganlar bilan bir xil. Ya'ni 8 ni nechta takrorlanishini topib olamiz. 8 demak, buni uchun 8 ni xo'p, darajalarini oxirgi raqam topib ko'ramiz. 8 ning birinchisi 8 ga teng, 8 ning ikkinchisi 64, 8 ning uchinchisi. Demak, mana buni 8 ga ko'paytirib, 64 ni 8 ga ko'paytirsam, xo'p, 4 kara 8 imiz 32 va buning ham oxirgi raqami 2 bilan tugar ekan. Ana endi 8 ning 4-chisi. Demak, mana bu 2 ni 8 ga ko'paytirib ko'ramiz. Demak, oxirgi raqami 6 bilan tugaydi. 8 ning 5-chisi. 8 ning 5-chi esa mana bu yerdagi oxirgi raqamni 8 ga ko'paytirib qo'yamiz. Demak, 6 kara 8 imiz 48. Demak, bu ham oxirgi 8 bilan tugar ekan. Ya'ni mana bu yerdagi 8 ning ham biz topib oldik. Demak, 8 ning ham darajalarining oxirgi raqami 4 ta takrorlanar ekan. Shuning uchun mana bu yerdagi darajadagi sonni ham 4 ga bo'lib olamiz. Demak, 8 ni 64-sini 4 ga bo'lganimizda, qarang, 64 ni 4 ga bo'lib olamiz, qoldiq qolmaydi. Agar biz boya oldingi shartlarimizda aytdikki, agar qoldiq qolmasa, ya'ni necha marta takrorlangan, ya'ni 4 ga bo'lib oldikmi?
asosdagi sonni o'sha takrorlanganlar darajasini, ya'ni 4-darajasini oxirgi raqamini topib qo'yamiz. Demak, xo'p, 8 ning 4-sini oxirgi raqamini topadigan bo'lsak, biz hisob-kitob qilib ko'rdik va bu 6 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni hozir mana bu yerda 8 ning 64-sini oxirgi raqami bizga 6 ga teng bo'lar ekan. Ana endi agar 8 ning oldida masalan 2 xonali son kelsin, masalan, xo'p, 48 ni 48-darajasi bo'lsin. Buning oxirgi raqamini toping degani, mana bu yerda 8 ni 48-darajasini oxirgi raqamini toping bilan bir xil. Ya'ni mana bu yerda qarang, qanaqadir son kelsa, bizga 3 xonali son bo'lsa, masalan 128 ning 48-si yo 1258 ning 48-si kelsa ham, bizga oldidagi sonlarning ahamiyati yo'q. Har doim oxirgidagi sonni darajasi, ya'ni darajadagi necha bor takrorlanishini topib qo'yamiz. Ya'ni bu yerda 8 ni, demak 48-sini oxirgi raqamini topadigan bo'lsak, biz bilamizki 8 4 ta takrorlanadi. 48 ni 4 ga bo'lib olamiz har doim. Demak 48 4 ga bo'lganimiz qolmaydi. Bu yana 8 ni demak 4-si bilan bir xil, ya'ni 8 ni 4-sini oxirgi raqam topib qo'yadigan bo'lsak, biz oldingi hisob-kitobimizga ko'ra bu 6 ga teng bo'ladi. Demak 48 ning hozir 48-sini hisob-kitob qilganimizda ham bu sonimiz 6 bilan tugaydi. Ana endi 9 ni ko'rib chiqargan bo'lsak, masalan qarang, 9 da ham xuddi shunday. 9 ni ham sonlari necha takrorlanishini, darajalarini topib olasiz. Qarang, demak 9 ning birinchisi 9 ga teng, 9 ning ikkinchisi 81 ga teng, 9 ning uchinchisi bu ham oxirgi raqami 9 bilan tugaydi. Chunki 81 ni 9 ko'paytirib qo'yamiz, 9 bilan tugaydi. Ana endi buning ham 9 ning ham har qanday darajasi kelsa ham, qarang, buni takrorlanishlar soni 2 ga teng bo'lganligi uchun darajasini 2 ga bo'lib olamiz va agar qoldiq chiqsa, 9 ni o'sha qoldiqchi darajaga ko'tarib oxirgi raqamni topamiz. Agar qoldiq chiqmasa, 9 ni shunchaki 2 bor takrorlanganligi uchun ikkinchi, ya'ni kvadratini oxirgi raqamni topib qo'yamiz. Ana endi bizga agar qanaqadir son, ya'ni 3 xonali son kelsa, masalan 149 ni 555-darajasi kelgan taqdirda ham, bunda ham xuddi shunday. Har doim mana bu yerda 9 ni oxirgi raqamni topib olamiz. Demak, 9 ni 555-sini oxirgi raqamni topadigan bo'lsak, demak 555 ni takrorlanganlar soniga, ya'ni 2 ga bo'lib olamiz. Qoldig'imiz 1 ga teng bo'ladi. Demak 9 ni birinchisini topib qo'yamiz. 9 ning birinchisi bizga 9 ga teng. Demak 149 ni 555-sini ham hisob-kitob qilganimizda oxirgi raqamimiz 9 ga teng bo'lar ekan. Demak, biz bu darsda hozir 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlarni har qanday oldida necha xonali son kelgan taqdirda ham mana bu yerdagi oxirgi raqam topishni ko'rib chiqdik. Ana endi shunga doir mavzuni mustahkamlash uchun bir ikkita misollarni ko'rib chiqamiz. Bizga masalan, qarang, 174 ni 3452-darajasi kelsin. Biz buni bilamizki, har doim mana bu yerdagi songa e'tibor beramiz. Demak, 4 raqamimiz darajasi nechta takrorlanishini topib olamiz. Demak, 4 ning birinchisi 4 ga teng, 4 ning ikkinchisi 16 ga teng, 4 ning uchinchisi 64 ga teng. Ya'ni bu sonimiz oxirgi raqami, ya'ni ikkita takrorlanganligi uchun mana bu yerdagi darajadagi sonni 2 ga bo'lib olamiz. Demak, 3452 sonini 2 ga bo'lganimda qoldig'imiz 0 ga teng bo'ladi. Shuning uchun buning oxirgi raqami 4 ni, demak 4 ning kvadrati. Ya'ni ikkita takrorlangancha darajadagi sonni bo'lganimizda qolmaganligi uchun 4 ning kvadratini hisoblab qo'yganimiz 16 ga teng. Mana buni ham oxirgi raqamni hisoblaganimizda 6 ga teng bo'ladi. Demak, mana buning oxirgi raqami bilan bir xil chiqadi. Ana endi demak, keyingi misolimizni ko'rib chiqamiz. Demak, 3 ning 4231-si plus 4 ning 7723-si plus 8 ning 321-si. Demak, buni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, birinchi navbatda qarang. Mana bu yig'indini oxirgi raqamini topmoqchi bo'lsak, mana buni har birini oxirgi raqamini topamizda va ichilasini qo'shib qo'yib, oxirida hisob-kitob qilib oxirgi raqamni topganimizga teng bo'ladi.
Demak, birinchi o'rinda 3 ning 4231-sini oxirgi raqamini topadigan bo'lsak, demak, 3 ning dastlab nechta takrorlanishini topib chiqamiz. 3 ning birinchisi 3 ga teng, 3 ning ikkinchisi 9 ga teng, 3 ning uchinchisi 27 ga teng, 3 ning to'rtinchisi 81, 3 ning beshinchisi nechidir oxirgi raqam 3 bilan tugaydi. Chunki 81 ni ko'paytirib qo'yamiz, ular nechidir 3 bilan tugaydi. Bu sonimiz ham 4 ta takrorlangani uchun mana bu yerdagi darajadagi sonni 4 ga bo'lib olamiz. Demak, 4231 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam, bizga qoldig'imiz 3 ga teng bo'lar ekan. Shuning uchun mana buni 3 ning 4231-sini oxirgi raqamni topadigan bo'lsak, bu 3 ning 3-sini hisob-kitob bilan bir xil. Ya'ni 3 ning 3-si 27 ga teng. Shuning uchun mana buni oxirgi raqami 7 ga teng bo'lar ekan. Nechidir 7 raqam bilan tugaydi. Ana endi 4 ni topadigan bo'lsak, 4 ni biz hisob-kitob qilib ko'rdik. Ya'ni 4 har doim ikkita takrorlanganligi uchun 4 ning oxirgi raqami qarang. Demak, mana bu yerdagi darajadagi sonni 2 ga bo'lib olaman. Demak, bir qoldi. Bu esa 4 ning birinchisiga teng. 4 ning birinchisi 4 ga teng bo'ladi. Ana endi 8 ni topib ko'ramiz. 8 ni biz boya hisob-kitob qilib ko'rgandik. 8 raqamimiz demak 4 ta takrorlanadi. 4 ta takrorlanganligi uchun mana bu yerdagi darajadagi sonni ham 4 ga bo'lib olamiz. Demak, darajadagi sonni 4 ga bo'lib oladigan bo'lsak, qoldig'imiz 1 ga teng bo'ladi. Buning ham oxirgi raqami 8 ning birinchisi bilan tugaydi. Ya'ni 8 ning birinchisi bu 8 ga teng bo'ladi. Mana bu demak oxirgi raqamlarni demak qo'shilganligi uchun qo'shib qo'yamiz. 7 plus 4 11, 11 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 19. Demak, mana buni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, oxirgi raqami 9 bilan tugar ekan. 819 ni 12-sining 3-darajasi. Ana endi xo'p, tenglik. Demak, qarang. Ana endi bu misolimiz sal jiddiyroq misol bo'ladi. Biz bilamizki, hozirgina qanaqadir sonning nimadir darajasi kelgan edi. Birinchi navbatda qarang, ana endi mana bu yerdagi qismimiz bizga murakkab qism bo'ladi. Buni soddalashtirib olamiz. Ya'ni 12 ni 3-darajasini hisob-kitob qilib olamiz. Demak, 12 ni 3-darajasini hisob-kitob qiladigan bo'lsak, bunimiz bizga 144 ko'paygan 12 ga teng bo'ladi. Ya'ni 12 ning kvadrati 144, ya'ni 12 3-si degani 3 ta 12 ni bir-biriga ko'paytirishimiz kerak. Buning ham oxirgi raqami demak 4 kara 2 mi 8 ga teng bo'ladi. Demak, buni hisob-kitob qiladigan bo'lsak 8 bilan tugar ekan. Ana endi demak 819 ning darajasini oxirgi raqami nechidir 8 bilan tugar ekan. Biz boya bildikki, agar 9 raqam qaysidir sonimiz 9 raqam bilan tugasa, uning qanaqa darajasi hisoblash uchun 9 ning shu darajasini hisoblashimiz kerak. Biz bildikki, 9 ni demak darajasi nechta takrorlanishini. 9 ning darajasi, ya'ni 9 ning birinchisi 9 ga teng, 9 ning ikkinchisi 81 ga teng, 9 ning uchinchisi esa demak nechidir 9 raqami bilan tugaydi. Ya'ni bu 9 imizning darajalari ikkita takrorlanganligi uchun darajadagi sonni 2 ga bo'lib olamiz. Bu raqamimiz oxirgi juft raqam bo'lganligi uchun 2 ga bo'lganimizda qolmaydi. Agar qolmasa, 9 ning kvadratini shunchaki hisob-kitob qilib qo'yamiz. 9 ning kvadrati bizda oxirgi raqam 81 bilan tugagani uchun mana buning ham oxirgi raqami 1 bilan tugaydi. Demak, mavzumiz shu joyda yakun topadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.